Joylar hozir men o'tirib inobalansi tekshirib qarab o'tiribman va sizlarga ma'lumotlarni berib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni inobalanslarimiz Turkiya mahsuloti bilasizlar, halollik sertifikatlari bor, ISO tomonidan berilgan halollik sertifikatlari va 5 ta shtamp bo'yicha halol sertifikati bor. Hop, nima demoqchiman? Aynan bu inobalansimizning sizlarga vazifalarini aytib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni inobalansi ichida nima mahsulotlar joylashganini aytmoqchiman. Inazitol, alfilipayid, berberin, xrom joylashgan. Ya'ni inazitol bilasizlar bugungi kunda aynan ayollarimizni hayz siklida muammolar bo'layotgan bo'lsa, klinik emas, hayz siklida muammolar bo'layotgan bo'lsa, o'sha muammolarni yechimi uchun inazitol ichilinadi. Bilasizlarki, berberinning vazifasi albatta bu yog'larni ajali hisoblanadi. Ya'ni insulini baland bo'lib ketgan ayollarimiz, erkaklarimiz uchun juda foydali hisoblanadi va bu normaga tushirib berish ehtimoli juda ham zo'r hisoblanadi. Xrom nima uchun ichilinadi? Aynan shirinlikka bo'lgan moyilligi baland ayollarimiz, erkaklarimiz uchun o'ta foydali hisoblanadi. Xrom bu odam organizmi uchun, hop, nima desa bo'ladi? Shirinlik yegiz kelaveradi, u shirinlik yegandan keyin albatta u yog'ga aylanadi, semirish jarayoniga ketadi-ku. Ana o'shaning uchun juda ham foydali hisoblanadi va sizlarga ham taqdim etaman. 250 ming so'mdan aynan inobalanslarimizdan urib olishinglarni 4 ta tabletkani, ya'ni batta o'zini ichiga olgan, donalab inazitolni o'zini alohida, xromni, berberini alohida ichib o'tirmaysizlar. 4 tasini ichiga olgan bir oylik kursimizda 250 ming so'mdan 3 oy ichasiz, natijani o'zingizda ko'rasiz. Tavsiya qilaman va kollagenlarimiz haqida ham ozgina ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Kollagenimiz, nora kollagenimiz, miyomasi, kistasi, o'sma